Biznes klass mashina haqida gap ketganda, albatta hamma mashinani tushunadiganlar birinchi o'p xayoliga Mercedes-Benz Yeshkani keltiradi. Bu avtomobilimiz 2020-yil 46 ming kilometr masofa bosib o'tgan 213 restyling, hurmatli obunachilarimiz. 2 litrli motor. Bu avtomobilimiz juda shaharda ekonomishni avzori boshladi. Oldindan обновленный CLS ga o'xshaydi, orqadan S-klass va minimalka, no bu E-klass, hurmatli obunachilarimiz. Bu yerda ko'rayotganingizdek knopka bagajniklarimiz mavjud, test drive boshladi. Salonimizga xush kelibsiz, hurmatli obunachilarimiz. Salonimiz haqida nima desa bo'ladi? Elegantniy, klassический, komfortniy. Gap juda ko'p bu avtomobilimiz haqida. Bu Yeshkamiz oddiy emas, hurmatli obunachilarimiz, chunki bunda Burmeister 3D, ya'ni 223 larda turadigan akustika turadi. Bu har bitta notani sizlarning qulog'ingizga yetkazib berishga imkoniyati bor bu kolonkani. Shuni avorotlardan bu yerdan mana sensorli monitorlarimiz, orqa kameralar, hurmatli obunachilarimiz. Avtomobilimizda kruiz kontrollari mavjud, rejim vождениyalar. Hozir mana komfortdan Sport Plus'ga oldi. Sport Plus'da hamma joy o'zgaradi, bilasizlar, hurmatli obunachilarimiz. 2 litr turbinali motor plus 97 ta ot kuch, hurmatli obunachilarimiz. Bu avtomobilda torchi buni wow deya olmayman, lekin torchiga qaramay elegantli, skromli shaharda передвигаться qilishga bu avtomobil 7 litr расход qiladi. Panoramli tomlarimiz mavjud. Avtomobilga o'tirganingizda podvetkalarni o'zi, bu yerda atmosfera, tim более muzika balo qilganingizda umuman shum pumsiz chiqarib beradi. Avtomobilimiz top, hurmatli obunachilarimiz. Bu avtomobilimizning narxi ham juda yaxshi. Avtomobilimizning narxi $59,000, hurmatli obunachilarimiz. Narxga bu nima alternativa olishingizga men hayronman. Agar bir telekommentariyada albatta yozib qoldiringlar va otamga o'zimga olaman degan deb niyat qilganlar bo'lsa, hurmatli obunachilarimiz, albatta bitta like bosamiz va Mercedes'ning eng katta yo'qolgan narsasi bu ugl razvoroti, hurmatli obunachilarimiz. Shunaqa mashinani burib beradi, odam prям kayf qiladi bu avtomobilni haydaganda. Nima deymiz? Bu avtomobil наличие на заказ, hammanglarni avtolizerda kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.